Ushbu loyiha Turonbank hamkorligida Xorazm viloyati Yangibozor tumani Oltinko'l mahallasidagi 91-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga tarvuz ekilgan, maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 800 metr, bo'yi 125 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarlashmoqda. Hozirgi kunda ekinlar hosil olish jarayonida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi, yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,6 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Elegant Gigant MChJ va malakali agronom Shokir Xudoybeganov biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlari ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.